Mazlumlarning nidasi. Armanlarning sadası. Hürlük şeydalarının, vatan sevdalarının dava meydanı. Hürlük yolda izlengüçlerinin meknet bilgisi. Uygur nidası Tor Radyosu. Uygur nidası Tor Radyosu. Assalamu alaykum hürmetlik anlıqçılar. Anlavatqınыңlar Uygur nidası Tor Radyosu. Mustamliki zulümüde emravatkan halkımızın ahuzarını dünyaya anlatış. Vatan içi sırtındaki halkımız təqdirge münasibetlik mühim haber, uçurlar ve mulahizlerden kişilerini haberdar kılış. Dinni bilimler, tarihimiz, esil edebi miraslarımız arkalık evlatlarda sağlam itiqad, gurur ve ana til söygüsü yetildiriş nişanı bilen Vatan davasida tegishlik mecburiyetini ada qilishni maqsad qilgan Uygur nidasi Tor radio televiziyasi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga oliy ehtirom va salomlarini yo'llaydi. Yuriki vatan deb so'qqan vijdon egalarining moddiy va ma'naviy qo'llashi bizning mavjudligimizning kafolatidir. Assalamu alaykum hürmetlik ana til ve el suyer qarindoshim. Avlodlaringizga suyimlik payg'ambarimizni tonutishni, esil an'analarimizni o'rgatishni xohlamsiz? Undaq bo'lsa, sizga bir xo'sh xabarimiz bor. Tunji Uyg'urcha suratlik Siyrat o'smirlar jurnali nashr hayotiga boshladi. Jurnalimiz Payg'ambar alayhissalomning hayoti, ish faoliyatlari, hikoyalar, she'riyat gulzori, sayohat xotirasi, qiziqarli kartonlar, sahobalar hayotidan o'yinchilar qatorliq rangdor sahifalar orqali o'smirlarimizning diqqatini jalb qilgusi. Siyrat o'smirlar jurnali fasllik bo'lib, har oyda bir qitim siz bilan yuz ko'rishadi. Har son 60 bet atrofida. Siyrat o'smirlar jurnalining davomli nashr qilinishi va taraqqiyoti sizning jurnalimizga mushtari bo'lib, yaqindan qo'llab-quvvatlashingizga bog'liq. Dunyoning har qaysi joylarida bu jurnal kirmagan birmi Uyg'ur oilasi qolmasligi uchun Siyrat o'smirlar jurnaliga mushtari bo'ling. Mushtari teping va tavsiya qiling. Tomchi ko'l bo'lur, qo'llasanglar taraqqiy qilur. Tirishchanlik bizdan, muvaffaqiyat Allohdandir. Kamoli ehtirom bilan Siyrat o'smirlar jurnali. Telefon nomeri 0090 553 070 73 50. Ana til darsligiga xaridor chaqirish boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Ana til tashabbuschisi Abduvali Oyib apandi tarafidan tuzilgan Ana til darsligi nashrdan chiqish oldida turmoqda. Bu kitobdagi asarlarni avtor o'zi yozgan va Uyg'ur bolalar adabiyoti javharlari asosida ratlab chiqqan bo'lib, bolalarning yeshi, mijozi va qiziqishiga mos holda tuzilgan. Savodi yangi chiqqan, chali chiqqan va yiziqchilik saviyasi to'liqlashga muhtoj o'quvchilarga mos keladi. Kitob oddiy tildagi she'r, qo'shiq, hikoya, cho'chaklar bilan boshlanib tadrijiy beyib mavdu va bolalarni tabiiy ona til dunyosiga boshlab kirdi. Kitobda har darsdan keyingi ko'nikmalar va oylik sinoq savollardan tashkil topgan bo'lib, bolalar oilada o'rganib ketaraydi. Agar muhojiratdagi ona til kurslariga darslik qilinsa, unumi texmi yaxshi bo'ladi. Hamda oilada urf-odat, qoida-yo'sin va madaniyat darsligi bo'lishga tamoman mos keladi. Bu kitobni keng doirada tarqalishi va har
bir Uyg'ur oilasida bo'lishiga kapolatlik qilish uchun kitobning mazmuni, sifatiga alohida ahamiyat berish bilan birga Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda vakolatan sotuvchilar belgilandi. Turkiyaning Istanbul shahrida Safaköy va Zaytunburnu rayoniga setish nuqtasi ta'sis qilindi. Kitoblarning to'p tarqalishiga mas'ul xodim Nabijan Ala. Aloqa telefoni va WhatsApp nomeri 0090 535 84 86 039. İlxat adresi artuchbug'ra 2015@gmail.com. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Qaraxonning anglitishida tuvanda anglaydiganinglar mikro xabarlar. Bu xabarlarni o'z muxbirimiz Artuchbug'ra tayyorladi. Xitoy tajovuzchilari undidor uchur vositalarida bayroq chiqarishni umumlashtirmoqda. Yaqinda Xitoydagi ijtimoiy aloqa vositalarida bo'libmi undidor to'plarida tarqalayotgan bir uqtirish va buningga aloqador faoliyatlarning har qaysi to'plarda keng avjilishi muhojiratdagi Uyg'urlarning diqqatini tortmoqda. 2017-yil 1-oydan boshlab Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarning har qaysi undidor to'plarida dushanba kuni atgan soat 8 da Xitoy bayrog'ini chiqarish uqtirishi keng tarqalgan bo'lib, bu uqtirishga asosan dushanba kuni sahar soat 8 da har qaysi undidor to'plarida birdek to'p boshqaruvchilar tarafidan Xitoy bayrog'i chiqarilayotgan sin ko'rinish va Xitoy davlat she'rining Uyg'urcha tarjimasi yo'llanishga boshlagan. Buningga munosabatli uqtirishning mazmunidan ma'lum bo'lishicha, undidordagi har qaysi to'p boshqaruvchilariga bu faoliyatni davomlashtirish haqida besim qilinganligi ma'lum. Undidor to'plarida bayroq chiqarishga munosabatli uqtirishlarda har haftaning dushanba kuni Urumchi vaqti soat 8 dan 10 o'tkicha barliq undidor to'plarida bayroq chiqarish faoliyati elib beriladi. Bu masalaga sal qargan har qanday hay'at to'pdan bevosita chekindirildi deyilgan. Shundaqla yana to'pda bayroq chiqarilgan vaqtda har qaysi hay'at va fidoilarning to'pning tinchligini saqlagan asosda inkos bildirmay sukut turishi eskartilgan. Demak, Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkiston xalqiga o'zining tajovuzchi ekanligini majburiy besim bilan e'tirof qildirishga harakat qilayotganligi oshkor bo'lmoqda. Tumarisning anglitishida o'z xabarimiz. Rina hujumchisining tutilishi bilan Uyg'urlar xotirjam bo'ldi. Turkiya matbuotlarining 19 yanvar bergan xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Turkiyadagi Yangi yil kechasi yuz bergan Rinadagi qonliq voqeani paydo qilgan terrorchining tutilishi bilan Uyg'urlar xotirjam bo'ldi. Voqeani sodir qilgan terrorchining voqeadan keyin qochib yurishi bilan Turkiya axborotlarida kun tartibga kelib, uning Daeshning mansubi bo'lishdak tarafi bilan birlikda uningga Uyg'urlarning yordam qilganligi va uning Uyg'ur ekanligidek turli xabarlar ham bu vaqtdagi analizlar ko'plagan axborot vositalarida yer olib, Turkiya va dunyoning har qaysi joylarida istiqomat qilayotgan Uyg'urlarning ko'nglini parokanda qilgan edi. Uning tutilib iqror qilishi bilan Uyg'urlar xotirjam bo'ldi. Istanbul saqchilari uning inglizcha bilmaydiganligini, uni ruscha va arabcha tilda so'roq qilganligini oshkor qildi. Buning bilan Xitoy tajovuzchilarining Rinadagi terrorlik voqeasini Uyg'urlarga ortib, Uyg'urlarni Daeshchi qilib qaralash suiqasdi barbod bo'ldi. O'z xabarimiz. Xitoy tajovuzchilarining muhojiratdagi Uyg'urlarni urug' tuqqanlari orqali besim qilish harakati kuchayganligi ma'lum bo'ldi. Sharqiy Turkistondan egilingan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari chet elda urug' tuqqanlari va Uyg'ur oilalarga shu tavallikdagi Xitoy kadridan birini qo'shmoq tuqqan nomida saqchilikqa qo'ygan. Tuqqan bo'lgan kadr Xitoylar mazkur Uyg'ur oilalariga yaqinlashib, ularning uylarida bir necha kun yetib qopib, Uyg'urlarning uyini kuzatish bilan birga ularning chet eldagi tuqqanlarining yağlıq çekken ve namaz okuyduğanları bolsa, ularga yağlıq çekmeslik hem de namaz okumaslık hakkında tuqqanları arkalık besim kılgan. Demek Xitoy tajovuzchilari elib berayotgan qo'shmoq tuqqan siyosatining aslida Uyg'urlarni nazorat qilish hamda ularni dindan suslashtirish, chet eldagi tuqqanlarni kontrol qilish vazifasi borligi oshkor bo'ldi.